sajda qilmagan shayton hozir ham bor o'sha. U jin, farishta emas u. Ular o'tdan yaralganlar. Shayton bo'lishdan avval eng Xudoning yaqin bandasi bo'lgan. Shu darajada olim bo'lganki, farishtalarga dars bergan. Shu darajada ko'p ibodat qilganki, ba'zi bir rivoyatlarda peshonasi tegmagan yerda joy qolmagan deydi. Xuddi o'sha narsalari bilan bu o'zini katta oldi, ilmi bilan, ibodati bilan. Bitta kibrga ketib turib, unga Xudoning la'nati bo'lsin deb eslanadigan bo'lib qoldi shayton. Shu haydalganda aytgan, menga muhlat ber degan. Men seni bandalaringni oldidan, eplolmasam orqasidan, o'ngidan, chapidan, tepasidan, pastidan, hamma tomondan kelib baribir eplayman degan. Nimani eplaydi u? Bizni yo'ldan urishda eplaydi. Hech bo'lmaganda eslataman degan ekan namozda. Namozda hayolingni chachaman yo eslataman degan. Xudo saqlasin, u shayton bizni iymonimizni poylab yuradi. Har qanaqasiga oson deydi. Hech bo'lmaganda o'layotganda o'laydi.